Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabr kunidagi 612-sonli qaroriga ilova jismoniy va yuridik shaxslarga ma'lumotnomalar berish davlat xizmatlarini ko'rsatish ma'muriy reglamenti mavzuli so'rovlar to'g'risida ma'lumotnoma berish tasdiqlangan. Ma'muriy reglamentga asosan davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibi, ariza beruvchi davlat xizmatidan foydalanish uchun davlat xizmatlari markaziga shaxsan kelib murojaat etish huquqi bor yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari markazi portali orqali ro'yxatdan o'tishi mumkin. Arizalar yagona interaktiv davlat portali orqali yuborilganda elektron avtomatik ravishda yuboriladi. Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurgan holatda kelgan taqdirda davlat xizmatlari markazi xodimi 10 daqiqa ichida elektron so'rovnomani tasdiqlab, vakolatli organga jo'natadi. Pasportlarga olishga arizalarga ayrim hujjatlar ilova qilinishi lozimligi ko'rsatilib o'tilgan. Ilova qilinadigan hujjatlar PDF formatda bo'lishi belgilangan. Ariza ko'rib chiqish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 0.5 barabarida yig'im undiriladi. Xizmat ko'rsatishning muddati 23 ish kuni deb belgilangan.